Hormanglar, agar sizlarda shunaqangi gazli montajli pistolet bo'lsa, buzilib qolgan bo'lsa, servisga qayerga olib borishni bilmayotgan bo'lsanglar, Oxypropga hamda Ramil akam oldiga bemalol kelaverasizlar. Hozir mana ko'rishinglar mumkin. Klient kelgan, klient xudo xolasa shunaqangi gazli montajli pistoletini chiska qilib, detal yechib olib, hammasini tozalab, chiroyli holatga keltirib beradi. Polniy protsessda xudo xolasa mana shu videoda ko'rsanglar bo'ladi.